Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Carol Gaming. Ushbu videomizda biz sizlar bilan sezon pas ochamiz. Keyin 3 ta yoki 4 ta, menimcha 3 ta ochsa kerak. 3 tagini ochamiz. Qani bo'lmasam sekin sezon pas ochishdan boshlaymiz. Bismillah, ketdik. Mana sezon pas hisobimizga kelib tushdi. Mana ikkilandan olib oldik. Endi birinchi mayerdan missiyalardan olsak. Qani bo'lmasam davom etamiz. Bu yerdan ham missiyalarda olsak yetib qolarmikin? Olmasa olamiz. Bu yerdan boost ovoz chiqmayapti. Oho, o'zimni telefonimdan emasmanda. Bu eshtilyapti. Sizdan texolali bu safar. Tex bitta ham qolmoqchi. 600 baribir yetmaydigan, tanga olib qo'yamiz bunga. Tanga keladi. Ko'ch olamiz. Tanga again. Bustona. Bo'ldi, hamma narsani olib oldik. Qonda ham yaxshi ketishyapti, hamma qo'shilsanglar oxirida telegramim bor, ashuni aytaman. Qo'shilaverasizlar. Endi taktika qilamiz. Buni Ispaniya qilamiz. O'yindan chiqib bitta tozalaymiz. Yana qaytib kirsak. Kimda qilib turib buni sekin Argentina qilamiz. Bitta chiqib ketib turib yana Dreamliga kiramiz. Keyin yana bunday qilib turib Espanyol qani. Mana o'yindan chiqib ketib bitta kiramiz. Keyin shunday bostirib bitta otib olamiz. The special new player has been added to the team. Bismillah, ketdi. Ikkinchisi Braziliya. This ambitious team is showing off their new signing. Hiç etmeye kolay geldi. Yok yaxshi ele etmasa ekan. Oo, ketdi. Argentina. Kim endi bu? Bitta odam bor edi, menimcha. Kim bu? Esimdan yo'q, birinchi otishim bo'lib. Bu Argentinada o'zi bitta odam bor, ikkita odam bor edi. Enzo Fernandez. Oxiri topdim. This is a moment to be savoured. They bought this incredible player. Ne olamiz? Kim aytganimda turib, ne olamiz? Zo'r.
Shunday qilamiz. Buni matga bitta qo'ysak, Messining yoniga bitta qo'ysak, har xil kartali playerlar oldi-yu. Enzo ham bo'ldi Messi bilan birga. Zo'r gap bo'lishi ham mumkin emas. Yaxshi, 3 ta tushirdik. Messi 14 ta tushgan. Yaxshi. Endi sizlarga buni aytdim, klanda aytdim men sizlarga. Qo'shilsanglar bemalol yo'qsanglar bo'laveradi. Endi Telegramda konkurs boshlaganman. Voydot yomag'ati. Bu konkursda birinchi o'ringa mana akkaunt Vini 96 bo'ladi. Adashmasam, Holland ham 96 bo'ladi. Salah ham 96 bo'lsa kerak. Bellingham 95, Bernardo Silva 94, Rodri 96 bo'lsa kerak, yo 95 bo'ladimi? Valkerio 91 bo'ladi menimcha. Romero full, Rudiger 93 bo'lsa kerak, yana bilmadim. Fernandes 93 yo 92 bo'ladi. Mbappe 96 bo'ladi. Messi yo 93 yo 94 bo'lsa kerak, aniq emas bu. Birinchi o'ringa shu akkaunt, ikkinchi o'ringa sezon pass, uchinchi o'ringa ham sezon pass beriladi. 3-avgust kuni tugaydi. Qo'shilmoqchi bo'lganlar, konkursda ishtirok etmoqchi bo'lganlar, mana anaqa kanalimni linki bemalol o'tib qo'shib olsanglar bo'ladi. Unaqa ko'p odam qatnashmasa kerak, qo'shilib olsanglar yutish shansi ko'proq bo'ladi. 3 ta kanalga obuna bo'lasizlar. Bo'ldi shu menimcha. Keyin o'tib olsanglar, yana tez orada masalan konkurs tugashiga ketidan sirraz yana konkurs boshlab qilinyapti. Menimcha shu mana hozir menimcha shu. Hammalarga rahmat, sog' salomat bo'linglar.